L-karnitin oddiy aminokislota, provitamin B6 yoki vitamin B11 jigar va me'da osti bezida ishlab chiqaradi. Modda almashinuvi tezlashtirib beradi. Qonni suyultiradi, davleniyani tushiradi. Siydik haydash xususiyatiga ega. Qonda mayda tomirlarni yog'ini almashinuvini kuchaytiradi. Qondagi GSPG bilan bog'lanib, uning miqdorini kamaytiradi. Ichki yumshatish xususiyatiga ega. Jigar ishini yordam beradi va barcha oziqa moddalarining hujayraga kirishini va chiqishini tezlashtiradi. Yosh o'tgan sari L-karnitin ishlab chiqarish kamayadi. To'g'ridan-to'g'ri L-karnitin ozishga ta'siri yo'q, lekin moddalar almashinuvi tezlashtirish hisobiga termogenik va kardio trenirovkalar bilan birgalikda samaradorlik oshadi. Shundan xulosa qilsa bo'ladiki, L-karnitin ozishga, muskul massa oshirishga va kursdagi atletlar uchun foydasi katta. Kunlik dozirovka kamida 2 gram, ya'ni 2000 mg dan 2 mahal kuniga ichiladi. L-karnitin oddiy aminokislota, provitamin B6 yoki vitamin B11 jigar va me'da osti bezida ishlab chiqaradi. Modda almashinuvi tezlashtirib beradi. Qonni suyultiradi, davleniyani tushiradi. Siydik haydash xususiyatiga ega. Qonda mayda tomirlarni yog'ini almashinuvini kuchaytiradi. Qondagi GSPG bilan bog'lanib, uning miqdorini kamaytiradi. Ichki yumshatish xususiyatiga ega. Jigar ishini yordam beradi va barcha oziqa moddalarining hujayraga kirishini va chiqishini tezlashtiradi. Yosh o'tgan sari L-karnitin ishlab chiqarish kamayadi. To'g'ridan-to'g'ri L-karnitin ozishga ta'siri yo'q, lekin moddalar almashinuvi tezlashtirish hisobiga termogenik va kardio trenirovkalar bilan birgalikda samaradorlik oshadi. Shundan xulosa qilsa bo'ladiki, L-karnitin ozishga, muskul massa oshirishga va kursdagi atletlar uchun foydasi katta. Kunlik dozirovka kamida 2 gram, ya'ni 2000 mg dan 2 mahal kuniga ichiladi.